kun bo'yi telefon ham qilmadi. Shunga bir holingni so'ray dedim. Ovqatlandingmi? Qorning to'qmi? Yoki borayinmi? Yoki olib boraymi? U ham yoqmasa, pul berayinmi? O'zing yoqtirgan ovqatingni olib yeysan. Sog'lig'ing yaxshimi? Hech yering og'rimayaptimi? Nimaga kayfiyating yo'q? Biroz sayr qilamiz yoki biroz piyoda yuramiz. Mayli, dunyosi yonib ketmaydimi? Bir ikkalamiz suhbat quraylik, dildan gaplashaylik. Har qanday g'amni unut. Chunki sen men uchun eng kerakli insonsan. Shuni aslo unutma. Yaxshiyam borsan degan so'zni siz oxirgi marotaba kimdan eshitdingiz? Kommentariyaga yozib qo'ying.